Bu qitimliq ders biz davamlı hareketçen resimlerine to'xtalib o'tamiz. Ba'zi o'zingizning xotira rasmlarini yoki ma'lum yaxshi ko'rgan rasmlaringizni kirishtirib, rasm albom qilsangiz yoki uni film olib saqlasangiz kelib qolgan bo'lsa, Photoshop sizga yana yordam qila oladi. Biz buning uchun misol ko'rib boqaylik. Men yana Adobe Bridge orqali ma'lum bir rasmdan ko'rib boqay. Masalan, bu yerda hozir 6 parcha rasm bor ekan. Men buni tanlab turib, undan keyin yana Tools orqali Photoshopda qavatlar bo'yicha ko'rsatsin degancha ko'tay. Birdan vaqtdan keyin bu 6 parcha rasm saqlandi. Hozir men diqqat qilsam ikkinchi parcha rasmni to'liq to'xtalmagan o'xshaydi. Men alt knopkasini bosib mashina rasm paydo qildim. Undan keyin Ctrl bilan T harfini bosib, men buni muvofiq darajada ekranga to'liq olib tiklay. Undan keyin Enter knopkasini berib o'tgandan keyin hozir hammasi to'liq holat keldi. Men mush 6 parcha rasm bir xil harakatchan, bir xil holat ko'rsatmoqchi. Qanday qilma degan chog'da yana o'xshashlar. Biz mush yerdan qurib bo'ldi. Qurib olgandan keyin bu 6 parcha rasm qator chizildi. Men bularni bir qilib chizib, harakatchan holatda shakllantirmoqchi. Yana o'xshashlar mush 6 parcha rasmning hammasini tanlab olib, o'ng taraf chekkan chog'ida yangidan film gruppasi qurman degan cheksak bo'ladi. Hozir mana surish orqali bularning harakatlanganligini bilalaymiz. Endi lekin bu masalanga bu rasmdan birinchi rasm turdi. Ikkinchi parchadan o'tgan chog'da qo'pol bir xil o'tkish holatlari borda. Biz bularni qanday silliqlashtirib bo'lamiz degan chog'da bo'ladi. Buning ustida masalan men chekkan chog'imizda birinchisi tadrij o'zgarish deydi. Suzlashish yoki suzlab kirish yoki suz bo'lib chiqish degan ifodalaydi. Bu nima degan chog'da beshida masalan kirgan chog'da tuyuqsizlik paydo bo'lmay, bu hozir bir xil kirgan chog'da suzuk holatdan masalan o'zgargan holatga kirgan bo'lsa dedik. Undan boshqa ikki parcha rasm almashgan chog'da unda qo'pol aylanmay, yenik aylansin shu kesishgan chog'da tadrijiy o'zgarsin degan chekvasak bo'ldi. Buning ostida vaqti bor. Vaqtini masalan qancha vaqt almish bo'lsin deganni belgilasak, 1 sekundmi yoki undan tuvanmi? Shularni o'zingiz ahvolini qarab turib belgilasangiz bo'ladi. Men shu holatni saqlab qo'yib turay. Undan keyin men yana davomli ikkinchisiga beray. Har birisini oralig'iga mushu holatni berib o'taylik. Berayotgan chog'imizda qanday o'zgarish bo'lganligini ko'rib olsak bo'ldi. Ostidagi men surgichni surish orqali men bularning o'rin munosabatini belgilayman. Endi men eng beshi qaytib turib qo'yib boqay. Qo'ygan chog'imda olmishi bayqirgan chog'da xeyli silliq bo'ldi. Bunday bo'lgan chog'da o'yinim yaxshi bo'ladi ekan. Men Ctrl bilan pilosni ekrandagi oralig'ini sal muvofiq tangshay. Bu yaxshi bo'ldi, lekin yana bir xil zerikishlik tuyg'u beryotdi. Buni biz qanday qilib texnik bir xil jonliq shu harakatchan eklaymiz. Ba'zi rasmlarni ko'rgan chog'imizda, filmlarni ko'rgan chog'imizda birdan cho'nglab, uni kichiklab o'zgarayotganligini bilalaydik. Bu Photoshop buni qilolmaydi degan chog'da bo'ladi. Bu yerdagi knopkasini bosish orqali harakat holatini paydo qilaymi deydi. Birinchisi sukutga oltdagi hech qanday harakat yo'q. Uni ochgan chog'imizda masalan tanlasak bo'ldi. Takshir surilib cho'ng kichiklisinmi yoki takshir surilsinmi, cho'ng kichiklisinmi, aylansinmi yoki ishkils bo'lsinmi deydi. Biz birinchisiga tanlab bo'lgandan keyin men buningga mashinaga turay. Buni chekish orqali birinchisiga men taksi yig'ilsin yoki qilsin. Buning yo'linishi. Lekin bu cho'nglamdi yoki kichiklamdi chekish orqali o'zimiz belgilasak bo'ladi. Lekin buning yo'linishi, yo'tkalgandagi yo'linishi qaysi gradus bo'ldi, 0 gradus atrof bo'lamdi yoki o'zingiz tanishsangiz, o'sha holatni bilsangiz bo'ldi yoki men kirgizsangiz bo'laverdi. Lekin qolgan bir chekvasangiz, interrogatsiyangiz bo'ldi. Ikkinchi rasmga men hozir masalan surilsin, uchinchisiga cho'nglasin. Cho'nglash o'rnini belgilab bersangiz, o'ttirdan cho'nglamdi yoki qaysi shu orqali qilsak bo'ldi. Undan keyingilarga masalan aylansin yoki andikam cho'ngaysin degani berdim. O'zingiz graduslarni tanishsangiz bo'laverdi. Qolganini beray. Undan keyin men buni faqat aylansin deganni berdim. Undan keyin eng oxirlashgan chog'da biz buningga bir xil siyliq chiqish altini beraylik. Men bu bevosita o'ng tarafni chekish orqali buning ketgandagi vaqtni belgilayman. Masalan, men buni sal kichiltib 0.5 sekund atrofida qilsam bo'laverdi. Men endi eng dastlab qaytib buni qo'yib boqay.
qo'ygan chig'imizda buningki hozir takshi o'zgarayotganligini mudrayotganligini xuddi film tatayotgandek bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Undan keyin ikkinchi parcha rasmda yana bir xil o'zgarish bor. O'sha orqali siz o'zingiz yaxshi ko'rgan holatlarni tanlasangiz bo'laverdi. Endi siz bu rasm lekin balki ovoz yo'q. Tepsini cho'p ketsin ba'zi ko'ngil suv qoldi. Biz buning ovoz kirishtirsak bo'lamdi degan chog'da bo'ladi. Men buni vaqtini to'xtatib turay. Andik ostida qarasangiz bu yerda muzikaning belgisi o'xshashdan belgi turibdi. Men mush chekkan chig'imda ovoz qo'shamsa deydi. Ovoz qo'shaman deb bu yerdan men mushadek qo'shmoqchi bo'lgan ovozdan birini qilsam bo'ldi. Hozir qarasak bu ovoz uzun bo'lib ketibdi. Men buni kishilish orqali nariga oxirlashgan bilalayman. Men bu yerni chekish orqali shunga mos holda ishiltirsam bo'ladi. Andikin ovozni endi biraqli kirib yoki biraqli chiqatmasin desangiz, o'sha yo'nalishini chekib turib, qisqa uzun bo'ldi. Ustidagi belgini chekish orqali buni ovozniki cho'ngaytamsiz yoki kichiktamsiz. Bu tajribaga kirgancha qanchalik kiradi, qanday ekan tajriba chiqib ketgan chog'da qancha sekund ichida asta-asta chiqasi bo'ldi yoki ovoz butunlay ammamsiz deydi. Mana orqali qilsak bo'laverdi. Ammo ustidagilar rasm bo'lg'achqa hech qanday ovoz to'g'riliq chiqmadi, lekin film bo'lgan chog'da ustidagilarni chekish orqali biz buni ovozni o'chirish yoki etish holatiga yeta olamiz. Men endi eng chet qo'yib turib buni qo'yib boqay. Boshliq ko'rimkisini besish orqali buni to'xtalaysiz. Endi bu shaklni bo'lgan bo'ladi ekan, men bu holatni men film olib chiqarmoqchi edim desangiz qanday qilamiz degan chog'da biz buning ichidan hujjatning ichida eksport ya'ni sirtqa chiqarish deganning ichida biz film kirishtirib chiqarish degan olib olsak bo'ldi. Buni tanlagan chog'da yangi bir ko'znak ochildi. Buning ismi nima bu? Ismini siz o'zingiz xohlagancha qo'ysangiz bo'ldi. Andan keyin buni nega saqlayman deydi. O'sha belgilab bersangiz bo'ladi chiqadigan yerlarni. Masalan, biz o'zimizning chiqadigan yer saqlaylik. Misholatga mashina ichiga saqlayman dedingiz. Ammo ichiga yig'inda hujjat qurib qolamsiz yoki bevosita bo'lsinmi degan bo'lsangiz, bevosita qilmoqchi bo'lsangiz tanlamasangiz, agar ichiga yana bir yig'inda hujjat qurib qo'ymasangiz, buni ismini belgilab bersangiz bo'ldi. Undan keyin buningki kodni o'zgartirish shakli qaysi bo'ladi desangiz bo'laverdi. Adobe Media Encoder oladimi yoki musholatni tanlasangiz bo'ladi. Yana birisi buningki formati qaysi holatda bo'ladi. Siz quick time ko'ramsiz yoki ochiqsiz holat ko'ramsiz, shuni tanlasangiz, undan keyin bu hujjatning cho'ngchiligi qanday bo'ladi? O'zingiz belgilamsiz yoki mushat belgilab qo'ygan bir holatni tanlamsiz. Masalan, bu holatni tanlasangiz bo'lamdi deganda. Undan keyin buning subti qanday bo'ldi? O'tiralmi, tuvanmi yo yuqorimi? Ham qancha yuqori qilsangiz buni kirishtirish vaqti shuncha uzrab ketadi. Ahvol qarasangiz bo'ldi. Mashlarni o'zingiz belgilab sekundda qanchalik mangdi? 23 nimi yoki 24 nimi o'zingiz belgilab bo'lgandan keyin mana shu holatlarni belgilab bo'lgandan keyin siz biz ma'nolarni tanlab o'taylik. Misholat bo'lsin deb tanlayotgan bo'lsak, undan keyin bu yerda kirishtirishni boshlaysan degan bo'lsangiz, biroq vaqt ketadi. Siz bergan unumning oz ko'pligiga qarab bu unumlarni shu shunchalik vaqt egallaydi. Aniqda siz o'zingizning asrini ko'ra olasiz degan gap. Kompyuterimizning sahifasiga asosan kirishtirilgan vaqtimi uzun qisqalam o'xshash bo'lmaydi. Endi biz uni bevosita ko'rib boqsak bo'ladi. Boya biz chiqargan film bu yerdan ko'rinib turibdi degan gap. Men buni xohlagan bir ish qurol orqali ko'rsam, boqsak bo'ldi. Biz buni cho'ngchiligini
belgileşmeler çıkıp kaldı. Bu mesela özünüzde yüksek bo'laverdi. Onundan başqa biz məsələn biz yana bir artificial nemo degan chaqda men shu suv holatini tanlagan bo'lsam yoki qolgan bir holatni tanlab bo'lgandan keyin shu yerga men rang toz yaxshi ko'rmabdi degan bu o'xshashlar biz xuddi rasm qavatlarga muomala qilgandek bular rang bersak bo'ladi. Masalan biz bu yerda rangni to'yinish darajasini oshirsak bo'ladi. Yoki buningki rangini o'zgartirsak ham bo'ladi. O'shani o'zingiz olib kelib, eng yaxshi ko'rgan takrorlab chiqarsangiz bo'ladi. Faqat ostidagi mush qavatlar shu rasmga ta'sir qiladi. Agar hamda siz shu rasmni butun rasmga ta'sir qilsam bo'ldi degan bo'lsangiz, shuni tortib kelib, eng ustiga, ya'ni shu hujjatning ustiga chiqib qo'ysangiz, hozir bu yerda yana bir shaklda shuni surish orqali siz unum beradigan holatni tanlasangiz bo'ldi. Men buni so'zsam bo'ldi yoki kichiltib Mishalat ekasam bo'laverdi. Mush orqali siz o'zingizning unumini texim yaxshi bera olasiz degan gap. Men bergandan keyin bu yerdan bo'ldi. Agar bu yerni yaxshi bo'lib desangiz, buningga tadrijiy o'zgargan holatni bersak bo'laverdi. Lekin vaqtini chekib turib, o'zgarish vaqtini masalan 0.2 sekund bilamda shu arsa qilsangiz bo'laverdi degan gap. Mashlan qilib bo'lgandan keyin anadan keyin unumlar yetgandan keyin o'zingiz xohlagan boyqi degandek shu chiqarishning ichida shu kirishtirib chiqarish orqali o'zingiz xohlagan holatda kirishtirib chiqarib olsangiz bo'laveradi. Endi siz kirgizgan unumning oz ko'pligiga asosan shu rasm film kirishtirish vaqtimi uzun qisqa o'xshash bo'lmaydi degan gap.